Mana impuls turistligi. Mana menga ham xudo xolasa 1 yildan oshdi, 2-yil ketyapti. Mana shofini ko'ramiz hozir mana. Tashi. Mana shoflari cho'tki hali ham. Lekin zo'r chiqdi. Mana impuls bilan jastik ishlataman-da, mana. Jastikni oldin olgan edim, impulsni oldim. Yaxshi. Endi men ham ustaman, yolg'on gapirmayman. Mana Alloh guvohligida yomon ishlamayapti. Endi men sixavikman. Shu anaqani tekshirib video qilib tashlab yuborishim kerak edi do'konchilarga. Mana yolg'on yo'q, Alloh guvohligida hech qanaqa reklama qilishim yo'q. Prosta endi bor narsani tashlab bering deyishdi. Shuni tashlab berdim. Jastik bilan bir xil. Yaxshi, mana bu yerda ham jastik, bu yerda ham mana impuls ikkinchisi mana bitta. Tak yaxshi ekan aka, yaxshi narsa taklif qilibsiz. Ishlatdi, narmanli aka, xudo xohlasa.